Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu kunda qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Hamda eshitib, o'qib, amal qiladigan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p ummatlarning tarix haqida, ko'p ummatlar haqida so'z yuritadi. Bu ummatlar kelib yer yuzida o'zini davrini, o'zlariga belgilangan muddatni yashab, o'tib oxirat diyoriga safar qilishdi. Ular keldi, davrini yashadi, ketdi. Ichida itoatkor mu'minlari ham bor bo'ldi, osiy, fojir, fosiqlari ham bo'ldi. Mustazafin, zaif bo'lgan, zulm ko'rgan kishilar ham bo'ldi. Haddidan oshgan, to'yonga ketgan kishilar ham bo'ldi. Qur'on oyatlarini ulamolar 3 qismga bo'lishadi. Qur'on 3 qism deyshadi ular. Qur'onning 3dan biri Alloh taoloning payg'ambari Muhammad alayhisolatu vassallamning hayotiga bog'liq oyatlar, hamda shar'iy hukmlar, hamda avvalgi o'tgan ummatlarning, payg'ambarlarning qissalari. Yer yuzida yashab o'tgan ummatlar haqida, xalqlar haqida Alloh so'z yutar ekan, siz bilan bizga bular ibrat bo'lishligini xohladi. Yer yuzida yashab o'tgan insonlarni eng katta zolimi bu Fir'avn alayhillana. Qur'onda Fir'avnni cho'kishligi haqida, halok bo'lishligi haqida oyatlar nozil bo'ldi. Bugungi suhbatimiz Fir'avnning cho'kishligidan olinadigan dars va ibratlar. Ummatlarning orasida haddidan oshgan, to'yonga ketgan kishilarni halok bo'lishligi, Allohga osiylik qilib isyon qilgan, xalqlarga zulm qilgan jabborlarni xor bo'lishligi Alloh taoloning bu koinotga qo'ygan sunnati. Astagfiru billah, sunnatillah fil ladina qalaw min qabl va kana amrullohi qadaran maqdura. Bu ilgari o'tgan payg'ambarlar haqidagi Allohning yo'li, qonunidir. Allohning amri, irodasi, taqdiri azaliy bo'ldi. Sunnatallohi fil ladina khalaw min qabl va lan tajida li sunnatillahi tabdila. Bu ilgari o'tgan zotlar haqidagi Alloh taoloning yo'li, qonunidir. Allohning yo'lini esa hargiz o'zgartira olmassiz. Haddidan oshganlarni xor qilishlik, ularni halok qilishlik Alloh taoloning sunnati, bu sunnatni hech kim o'zgartira olmaydi. Fir'avn alayhillana. Alloh subhanahu va taolo Qur'ondagi eng katta qissa, Musa alayhisalom qissasida Fir'avn haqida siz bilan bizga xabar beradi. Yusuf alayhisalom davrida yurtni Misrni hokimi bo'lgan Rayyon ibn Valid, Fir'avn o'sha davrdagi Yusuf alayhisalomdan ko'rgan xayriyatlardan va u kishi Misr ahlini ocharchilikdan, halokatdan saqlab qolganidan keyin Yusuf alayhisalomga bo'lgan hurmati baland bo'ldi. U kishini o'zini moliya vaziri qilib tayinladi. Mana Yusuf alayhisalom qissasini eshitganmiz, o'qiganmiz. Qissaning nihoyasida Yusuf alayhisalom o'zini 11 ta aka-ukasi, ota-onasini Misrga chaqiradi. Shu bilan Misrda yahudlar, Banu Isroil ko'payadi. Rayyon ibn Validdan keyingi kelgan hokimlar, Misrning podshohlari unday bir solih bo'lishmadi. Banu Isroilga u muomala qilganday muomala qilishmadi, balki zulm qilishdi. Musa alayhisalom davriga kelib, Misrni boshqargan Fir'avn yer yuzida yashab o'tgan zolimlarni, kofirlarning eng oliysi bo'ldi. Ularni Fir'avn Banu Isroil meni qullarim deb e'lon qildi. Ulardan xohlagandaqa foydalanardi. Musa alayhisalom qissasi Fir'avnni tush ko'rishligidan boshlandi. Fir'avn tush ko'rdi. Xulosasi, tushida Baytul Maqdis tomondan bir o't kelib, Misr yerlarini kuydirib tashadi. Banu Isroil yashaydigan joylarini Misrda kuydirmay, faqat Misrliklarda yerlarini kuydirgan bo'ldi. Tushini ta'vilni so'raganida, ta'vil qilishib berdiki, Banu Isroildan bir chaqaloq tug'iladi, seni mulkingni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu tushdan keyin Fir'avn butun Banu Isroildan tug'ilgan o'g'il bolalarni so'yishlikka buyurdi. Alloh taolo Musa alayhisalomni tirga olib qolishni xohladi, olib qoldi. Fir'avn uyida katta bo'ldi.
hamda payg'ambar bo'ldi. Fir'avn Banu Isroilga Misrni tashlab chiqib ketishlikka ruxsat bermagan edi. Musa alayhissalom Fir'avnga borib, Banu Isroilni azoblamasligingni va ularni qo'yib yuborishligingni Alloh senga buyurdi deb aytdi, lekin Fir'avn itoat qilmadi. Xulosa, oxiri Fir'avn Banu Isroilni chiqib ketishiga rozi bo'ldi. Musa alayhissalom 600 ming yahudiyni olib Misrdan chiqib ketar ekan, ular dengizga yetib borganlarida orqalaridan Fir'avn o'zining o'sha davrdagi eng qudratli bo'lgan qo'shini bilan quvib chiqdi. Rivoyatlarda keltiriladi, Banu Isroil 600 ming edi. Fir'avnning askari 1 million 600 ming bo'lgan ekan. Alf va 600 alf deyilyapti. 1 million 600 minglik askari bo'lgan. Vallohu a'lam. Bu hozirgi zamonda ham uncha askari bor mamlakat haqiqatan qudratli hisoblanadi. Endi u davrlarda 1 million askari bor mamlakatda tasavvur qiling quvvatini. Alloh taolo shunday deydi. Astagfirullah. Va auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Biz Musoga bandalarim, ya'ni Banu Isroil qavmi bilan tunda yo'lga chiqqin. Albatta sizlarning izingizga tushilur. Ya'ni orqalardan Fir'avn quvib yetadi deb vahiy yubordik. Bas Musa va uning qavmi yo'lga tushganlaridan xabar topgach, Fir'avn barcha shaharlarga askar yig'uvchilarni jo'natdi va dedi: "Aniqki ular bir hovuch yalangoyoqdir." Ya'ni Banu Isroilda bir to'p yalangoyoqlar. Dar haqiqat ular qo'l ostimizdan chiqib ketishlari bilan bizlarni g'azablantirdi. Shubhasiz bizlar ehtiyot choralarini ko'rib turguvchidirmiz. Mana aytdik, askari 1 million 600 ming. Banu Isroil 600 ming. Chiqib ketganligini eshitdi, qo'shini bilan ularni orqasidan quvib ketdi. Alloh taolo aytadi: "Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun va kunuzin va maqamin karim, kazalika va awrasnaha bani Isroil." Mana shunday qilib biz ularni, ya'ni Fir'avn va unga ergashganlarni bog'lar va buloqlardan, xazinalar va ulug' go'zal maskanlardan ayirdik va ularning barchasiga Banu Isroilni voris qildik. Fir'avn o'zi chiqqani yo'q. Alloh taolo aytayapti, biz chiqardik ularni deydi. Demak, inson bilmaydi ekan ustida kim uni boshqarayotganligini agar iymonli bo'lmaydigan bo'lsa. Bas Fir'avn tong paytida ularni quvib yetdi. Endi qachonki ikki jamoat bir-birlarini ko'rishgach, Musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik, chunki oldimizda boshqa hech qanaqa yo'q deydi. Oldimizda boshqa yo'l yo'q. 600 ming yahudiyni avvalo dengizga borganida 600 ming bu karvonda oxiridagilar Fir'avn askari bilan kelayotganligini ko'rdi. Shunda ikki tomonida tog', oldida dengiz, ketadigan hech qanday chora yo'q. Ya'ni shu kishilar iymonlari zaifligidan bo'ldi, endi tutildik, halok bo'ldik. Musa alayhissalom Allohga bo'lgan iymoni, ishonchi albatta ulardikida qolmasa. Iymoni baland edi. Kalla inna ma'i robbi sayahdin. Yo'q dedi. Robbim men bilan albatta bir yo'l ko'rsatadi dedi. Yana ayting, dunyodagi eng qudratli askar orqasidan quvib kelib turibdi, dengiz turibdi, ikki tomonida tog' turibdi to'sib. Endi kim najot beradi insonga bu o'rinda? Inson bilmaydi muammosi qanday hal bo'lishligini. Agar Alloh taologa suyangan bo'lsa, kutilmagan joyidan berib qo'yadi. Musa alayhisolamning o'ziga qolsa ham qanaqa bir yo'lni qilardi ekan? Allohdan nimani so'rardi ekan? Qaysi yo'l bilan chiqib ketishni so'rardi ekan? Alloh taoloni bu payg'ambarga bergan madadi qanday bo'ldi? Fa auhayna ila Musa an azrib bi asakal bahr. Bas biz Musoga asoying bilan dengizni urgin deb vahiy yubordik. Bas dengiz bo'linib, har bir bo'lak suv baland tog' kabi bo'ldi. So'ng Musa va uning qavmi dengiz o'rtasidan ochilgan yo'lga tushdilar. Qissani tezroq aytib o'taylik-da, xulosalarga o'taylik tezroq. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Dar haqiqat biz Musoga sen bandalarimni tunda olib ketib, ular uchun suvi qurigan dengizni yo'l qil. Alloh taolo dengizni suvini ko'tarib qo'ygandan keyin ho'l turgan yer qurib ham qoldi. Qudrat ilohiya. Suvni
yumshoq oqib turadigan, hech qachon bir mustaqil bo'lmaydigan suvni tog'ni singari tikka qilib qo'ygan Parvardigor yerni quritib qo'yishga qodir emasmi? Wazlafna thummal akharin wa anjayna Musa va man ma'ahu ajma'in. Va keyingilarni, ya'ni Fir'avn va uning askarini o'sha yo'lga yaqin qildik. Va Musa hamda u bilan birga bo'lgan kishilarga najot berdik. Dengiz yorildi. Yer yuzida sodir bo'lgan eng ulug' mo'jizalardan biri. Odamlar unga guvoh bo'lishdi. Yer yaralgandan beri turgan, qimirlamay turgan suv ikkiga bo'lindi. Xuddi ikkita tog' orasidan o'tib ketayotgandek, Banu Isroil bu dahshatli manzarani ko'rib o'tdi. Musoga ergashganlarning oxirgisi dengizdan chiqib ketganda orqadan quvib kelayotgan Fir'avnning askarining avvali ana shu joyga kirdi. Watrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun. Musa alayhisalom aso bilan dengizni urdi. Chiqib ketgandan keyin yana qaytarib aso bilan urib dengizni yopib qo'yaman deganda Alloh taolo aytdi va dengizni sokin, ya'ni sizlar o'tayotganda ikkiga bo'lingan edi, ana shu holida qo'yib bergan. Va Fir'avn o'z qo'shini bilan undan o'tib olishidan qo'rqma. Shak shubhasiz ular g'arq bo'lishdilar. Yopib qo'ymoqchi bo'ldi eshikni. Chunki o'zlari o'tib oluvdi. Alloh taoloning hikmati ilohiyasi yopib betur eshikni. Eshikni yopib betur. Onalar cho'kishligi kerak. Alloh taolo qodir edi Musa alayhisalom hassasini tegizmasa ham o'ldirib qo'yishlikka. Alloh taolo qodir edi hassasini tegizganda ham yopib qo'yishlikka, lekin inson sababini qilish kerakligini olamiz. Inshaalloh xulosalarga o'tamiz. Inna fi zalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Albatta bunda, ya'ni Fir'avnning halok bo'lishligida oyat ibrat bordir. Lekin odamlarning ko'plari iymon keltirguvchi bo'lmadilar. Shak shubhasiz Parvardigoringizning o'zi kofirlar ustidan g'olib, mu'minlarga mehribondir. Mana shunday qilib Fir'avn kirdi, suv yopdi, halok bo'ldi. Bu qissani ko'p marta takrorlaganmiz, eshitganmiz, kitoblarda o'qiganmiz. Endi undan olinadigan xulosalarga o'tamiz. Suv yopildi. Musa alayhisalom bilan birga bo'lganlardan birortasi halok bo'lmadi. Suv yopildi. Fir'avn bilan bo'lganlardan birorta odam omon qolmadi. Alloh taoloning qadar ilohiyasi. Hatta iza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Isroil va ana minal muslimin. Fir'avn suvga cho'kar ekan, ulug' mo'jizani ko'rdi. Misrda 9 ta mo'jizani ko'rsatdi. Dengizni yorib qo'yib Musa alayhisalom 10-mo'jizani ko'rsatdi. Shuncha mo'jizani ko'rishiga qaramasdan Fir'avn iymon keltirmadi, zulm bilan kirdi dengizga. Endi halok bo'layotganda, ojiz qolganida, yonida hech kimisi yo'q. Qarang. Mana endi aytayaptiki, biz Banu Isroilni dengizdan o'tkazganimizdan keyin ularga zulm va zo'ravonlik qilish uchun Fir'avn va uning lashkari quvib yetdi. Endi unga, Fir'avnga cho'kish lahzalari, cho'kish vaqti yaqin bo'lganda u dedi: "Mana cho'kiyapti, o'lyapti. Hech kim emasligini ko'rdi. Alloh bilan o'z o'rtasida hech kim yo'q. Yolg'iz o'zi qoldi, kimligini ko'ryapti endi. Hech kim yo'q yonida. Taxti ham yo'q, askari ham yo'q, qorovuli ham yo'q, hech narsasi yo'q. Hech qanday iloh yo'q. Magar Banu Isroil iymon keltirgan zot Allohgina borligiga iymon keltirdim. Men musulmonlardandirman. Allohga bo'ysunguchilardandirman." Qachon aytdi buni? Qachon aytdi buni? Inson o'layotganda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Albatta jannatga kiradigan hadisda eshitganimizda bashorat bu mu'min uchun. Oxirgi og'zimizdan chiqqan so'z shu bo'lsa, albatta jannatga kiramiz. Lekin ungacha aytmagan bo'lsa-chi? Fir'avn kalimani keltirdi. Alloh qabul qildimi? Alloh aytdi: "Al-an, endimi? Axir sen ilgari shu paytgacha itoatsizlik qilgan va buzg'unchi kimsalardan bo'lgan eding-ku. Endi Alloh taolo Fir'avnni mana shu holatini siz bilan bizga bayon qilar ekan, uni qissasini so'zlar ekan, jasadini hozirgi ummatlarga ibrat bo'lishligi uchun, keyingi ummatlarga ibrat bo'lish uchun olib qo'yishligini aytadi. Mana
bugun o'zingdan keyingi kishilarga oyat ibrat bo'lishing uchun sening jasadingni qutqarurmiz. Darhaqiqat ko'p odamlar bizning oyatlarimizdan g'ofildirlar, ya'ni ibrat olmaydilar. Fir'avnning jussasi bor, muzeyda turibdi borib ko'radiganlar, ibrat oladiganlar uchun. Savol tug'iladi. 1000 yil burun cho'kkandir. Yo'q, 2000. 2000 yil burun cho'kkandir. Ehtimol 3000 yil burun cho'kkandir. 3000 yil burun cho'kkandir ehtimol. U bilan birga cho'kkan otlar qani? Boshqa askarlari qani? Boshqa yog'ochlari qani? Qani ular? Nimaga ular chirib yo'qib ketdi? Nimaga Fir'avn tirik qoldi? Qur'onni Allohning oyati, Allohning so'zi ekanligi bitta dalilki, men seni jussangni olib qo'yaman dedi, olib qo'ydi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Chunki mana shu mo'jizalarni biz ko'rmagan chog'imizda iymon keltirganmiz. Lekin xalqlar ko'rib turib ham iymon keltirmagan. Fir'avn iymon keltirdi, lekin Alloh qabul qilishni xohlamadi. Va kana robbuka qodira. Birinchi oladigan ibratimiz, Alloh har bir narsaga qodir bo'lgan zotdir. Yumshoq, bir shakli yo'q suv Allohning xohishi bilan tog'dek tikka turdi. Necha millionlagan yillardan beri ho'l turgan dengizni tuprog'i suvni ko'tarilishligi bilan chiroyli bo'lib qurib turdi. Alloh taolo har narsaga qodir zot. Demak, inson bolasi boshiga har qancha mashaqqat mushkul kelmasin, Allohdan boshqaga suyanmasin. Chunki sizning mushkulingiz har qancha katta bo'lmasin, Parvardigor uchun hech narsa emas, uni hal qilib qo'yishlik. Chunki dengizni yorib qo'yishlikka kim qodir? Allohdan boshqa hech kim qodir emas. Inson har qancha mashaqqatli bo'lmasin hayoti, har qancha muammosi katta bo'lmasin, noumid bo'lmasin Parvardigoridan. Ikkinchisi, har qancha hojatimiz katta bo'lmasin, Alloh taolodan so'rashlikdan to'xtab qolmaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlardan bir kishi duo qilsa, Imom Buxoriy va Muslimdan, Parvardigor, agar xohlasang kechir meni demasin deydi. Agar xohlasang meni gunohimni kechirgin demasin, balki masalasini, so'rayotgan narsasini azm bilan ishonib, ijobat bo'lishiga aniq iymon keltirib duo qilsin. Chunki siz so'rayotgan narsa har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Allohning xulosalari keyingisi. Alloh taolo har bitta ishni taqdir qilar ekan, taqdir qilgandan oshiqcha bo'lmaydi. Lekin shu taqdir qilingan ish qachon bo'ladi? Sabablari qoyim qilinishi kerak. Alloh taolo taqdiri siz bilan bizni tavakkul qilishlikka chorlaydi. Endi tavakkul qilganimizdan keyin sababini ham nima qilishimiz kerak? Qoyim qilishligimiz kerak. Musa alayhisalomga asoying bilan dengizni nima qil dedi? Ur dedi. Hanima Alloh asosini tegizmasa ko'tara olmasdi, ko'tara olardi. Siz bilan bizga ibratki, Alloh aytayapti, hassani tegizib qo'ydi. Shu sabab edi. Endi qaytib yopilishligida ham hassani tegizmay tur dedi. Ya'ni sabab bo'lishligi kerak. Allohga qilgan tavakkulimiz bizni sababni qilishlikdan to'smaydi. Otni bog'lab, keyin nima qilamiz? Tavakkul qilamiz. Sababini qilamiz. Insoniy qo'limizdan kelgan chorasini qilamiz. Bir maqsadga yetish uchun, bir ishimiz chiroyli natija topish uchun qo'limizdan kelgan sababni qilamizda, natijani Allohga tashlaymiz. Mana shu narsa tavakkul bo'ladi. Sababini qilmasdan turib olishlik u tavakkulga kirmaydi. Keyingi oladigan xulosamiz: al-i'tisom billahi sabilun najah. Allohni o'ziga suyanishlik, Allohni o'ziga qaytishlik najot yo'li. Tarixdan bir qancha misollar keltiramiz. Nuh alayhissalom qavmini 1000 yil da'vat qildi. Rivoyatlarda juda ham oz odam iymon keltirganligi keltiriladi. Shunda aytdi: "Ey qavmim, agar sizlarga orangizda uzoq yillar yashab turganligim va Allohning oyatlarini eslatishim og'irlik qilgan bo'lsa, bas men o'zimni Allohga topshirdim, Allohga suyandim" dedi. Allohga suyanib qo'ydi, qavmini Allohga tashlab qo'ydi. Qavm nima bo'ldi? Cho'kdi. Od qavmining payg'ambari Hud alayhissalom: "Albatta men Allohni guvoh keltiraman va o'zlaringiz ham guvoh bo'linglarki, men sizlarni Allohga qo'ydim." Allohning o'ziga suyandi. Alloh nima qildi Od qavmini? Shuning uchun Allohga topshirib qo'yaylik.
Allohga qo'ydim deb qo'yaveraylik. Allohga suyanaylik. Alloh o'zi biladi kimni nima qilishni. Mo'minlarini Alloh taolo saqlashligini, ularni najotga chiqarishligini va'da qilgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz hijrat qilar ekan, Savr g'origa chiqib o'tirishdi. 3 kun o'tirishdi. Quraysh har tomonga isquvonlarni qo'yib, Muhammadni tirigini o'ligini tutib kelganga 100 ta tuya va'da qildi sallallohu alayhi vasallam. Butun atrof afoqqa isquvonlar quvib ketdi. Chunki katta mukofot. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina tomonga emas, aksincha teskari tomonga Savr g'origa chiqib o'tirdi. Isquvorlar izladi, topib kelishdi. G'orni og'ziga chiqishdi. U nihoyatda baland joy u, ancha-muncha odam chiqavermaydi u yerga. Shu yergacha chiqishdi, mehnat qilishdi, hamma mashaqqatni qilishdi-da, birortasi engishib g'orga shunday qarab qo'ygani yo'q. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytadi: "Men qavmlarning oyog'ini ko'rib turardim, so'zlarini eshitardim" deydi. So'ngra yig'laganligini ko'rdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr. "Ne Abu Bakr, nimaga yig'layapsiz?" desa, "Ya Rasululloh, agar oyog'ini tagiga qaraganda ko'rib qolishardi" deganida, "Ma zannuka ya Abu Bakr bi isnayn, Allohu salisuhuma." 3-chi she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz? "Ey Abu Bakr, g'am qilmang" deydi. Ya'ni Allohga tavomiy o'zini topshirib qo'yganligidan payg'ambarimiz sababini qilib g'orda o'tiribdi. Endi uni u yoqida nima bo'lsa kimdan bo'ladi? Payg'ambarimiz chiqib mana meni ushlab olinglar demayapti. Sababini qilib qo'yib turib, g'am qilmang, biz Allohning panohidamiz deydi. Allohga o'ziga suyangan, Allohga o'zini topshirganlarni Alloh taolo najotga chiqaradi. Payg'ambarimiz g'ordan tushdilar. Madina Munawvara qarab ketayotganda Jushqum qabilasidan bo'lgan, Kanon urug'idan bo'lgan Suraqat ibn Malik ularni ko'rdi-da, orqasidan ot soldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni o'ziga hamroh qilib ketar ekan, Rasulullohga muhabbati qattiq edi Abu Bakrda. Hali o'ng tomonida yurardi. Hali chap tomoniga o'tadi. Hali payg'ambarimiz oldiga o'tib oladi. Hali orqasiga o'tadi. Payg'ambarimiz bo'lsa xotirjam Qur'on tilovat qilib ketyapti. Abu Bakrni bezovta bo'lganini ko'rib, "Ey Abu Bakr, ana buncha bezovta bo'lasiz. Ya Rasululloh, o'ng tomondan buroq kelib qolarmikin deb o'ng tomoningizga o'taman" dedi. Payg'ambarimizga bo'lgan bir muhabbatidan, ehtiyot qilganidan. Chap tomondan kelib qolarmikin deb u yoqqa o'taman. Oldida bir pistirma bo'lib qolmasin deb oldiga o'taman. Orqadan kelib qolmasin deb orqaga o'taman deganda payg'ambarimiz "Ey Abu Bakr, xotirjam bo'ling, Alloh biz bilan" deyapti. Ya'ni biz o'zimiz Allohga topshirib qo'yganmiz deyapti. Musa alayhisalom Allohga suyandi. "Yo'q, Robbim men bilan" dedi. Hamma noumid bo'lib, "Bo'ldi, endi tugadi" deb turganida, hamma tushkunlikka tushganda ham Musa alayhisalom nima deyapti? "Kalla, yo'q, unaqa emas. Robbim men bilan, albatta yo'l ko'rsatadi, ishonyapti." Dengizni yordadi Alloh taolo. Dengizni urdadi. Suraqat ibn Malik orqadan ko'rinib qoldi. Abu Bakr: "Ya Rasululloh, orqadan bitta odam ko'rinyapti." Rasululloh parvo qilmay ketaverdi. Yaqinlashdi. "Ya Rasululloh, yaqin qoldi." Bezovta bo'lyapti Abu Bakr. Payg'ambarimiz bu o'rinda Allohga tavakkul qilishingiz bilan bizga o'rgatyapti. Tavakkalda demay, indamay ketavering. Chunki boshqa chora yo'q. Boshqa inson qila oladigan sabab yo'q. Kamon otib yetkazadigan masofachali yaqin joyga kelganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohumma kfinahu bima shi'ta. Parvardigoro, o'zing xohlagan narsa bilan unga kifoya qilgin dedi. Otini oyog'i qumga sanchilib qoldi, yiqilib tushdi. Alloh saqladi. Bir necha marta bo'ldi bu narsa. Oxiri payg'ambarimizni o'ldiraman deb kelayotgan Suroqa payg'ambarimizdan: "Ey Muhammad, omonlik ber" deb o'zi birga omonlik so'rab qoldi. Allohga topshirgan kishilarning ishi shunday bo'ladi. Allohga suyangan kishilarning ishi shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xandaq g'azotida mana mushriklar 10 ming qo'shin yig'ib kelishdi. Quraysh boshligidagi dushmanlar, kofirlar 10 mingta odam yig'ib, hali Arab jazirasida arab qabilalari bunchalik birlashmagan edi. Musulmonlar 300 ta qoldi bor yo'q. Musulmonlarning soni ozligidan Salmon Forsiyda tavsiyasi bilan Xandaq kavlashdi. Xandaq dushman bilan ularning o'rtasida to'sib turadigan katta ariq edi. Katta tosh chiqib qoldi. Ya'ni Xandaqda qayerda cholib qolsa, shu yerdan dushman o'tib ketishi mumkin. Urib ko'rishdi, chopib ko'rishdi, kattaligidan hech narsa qilisha olmadi. "Ya Rasululloh" deb shikoyat qilishganida shunday keldilarda, qo'liga nasha asbob olib turib, toshni bitib turdilar. Ularda Allohu akbar dedilar. Shom kalitlari menga berildi dedilar. So'ngra ikkinchi marta urdilar. Allohu akbar. Fors kalitlari menga topshirildi dedilar. Uchinchi marta urarkan, menga Madoin qal'alari,
kalitlari berildi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashorat qildilar. Shunda munofiqlar o'zi dushmanning ko'pligidan hojatga bemalol bora olmayapmiz. Dushmanning ko'pligidan chuqur kavlab turibmiz, bu nimalarni gapiryapti deydi. Allohga suyangan kishi, Allohga tavakkul qilgan kishi Alloh taolo o'z ishini to'g'rilaydi. 4-dan Fir'avnning cho'kishligidan oladigan keyingi xulosamiz inna ma'al usri yusra. Albatta bir mashaqqat bilan birga yengillik ham bor. Necha yil so'yildi Fir'avnning qo'lida Bani Isroil. Qancha yil uzoq muddat azoblandi. Lekin birodarlar, har qancha tun uzoq bo'lmasin, bir kun tong otadi bir vaqt keladi. Har qancha yomg'ir ko'p yog'masin, bir kun kelib to'xtaydi. Chunki shiddatdan keyin faraj keladi, mashaqqatdan keyin yengillik keladi, balodan keyin rohat keladi, qo'rquvdan keyin omonlik albatta keladi. Inna ma'al usri yusra, inna ba'dal usri yusra deydi Alloh taolo. Mashaqqat bilan yengilchilik ham bor, mashaqqatdan keyin ham yengilchilik keladi deydi. U mo'min odam iymon keltiradi bunga. Endi nima bo'lar ekan deb turib tushkunlikka tushmaydi. Allohning aytgani bo'ladi. Val aqibatu lil muttaqin. Oqibat taqvodorlarniki bo'ladi deyapti Alloh taolo. Ha bu dunyoda ko'rmasangiz, oxiratga ishonasizmi? Kim aytdi siz bu dunyoda ko'rishingiz kerak deb? Ha mo'min odam Alloh taolo nimani taqdir qilgan bo'lsa, roziman deb qabul qilganmi? Nimaga bu dunyoda ko'rishingiz kerak albatta? Oxiratga olib qo'ygani yaxshi emasmi agar dunyoda bermasa? Yo dunyoda ko'rib turib oxiratda hech narsa bo'lmasa ham rozi bo'laveramizmi? Alloh saqlasin. Alloh aytadi, Misr va Shomdagi yerning o'zimiz barakotli qilgan mashriq va mag'riblariga bechora qavmni, Bani Isroilni voris qilib qo'ydik. Sabr toqat qilganlari sababli Bani Isroilga Parvardigoringizning go'zal so'zi to'la to'kis bo'ldi. Nima qilgani sababli? Sabr toqat qilganligi sababli Parvardigoringizning go'zal so'zi ularga tamomiy komil bo'ldi. Keyingi oladigan ibrat xulosa la hadiya liman kutiba alayhi ad-dalala. Alloh taolo zalolatga da yozib qo'ygan bandani hidoyat qiladigan hech kim bo'lmaydi. Alloh hidoyat qilmasa hech kim hidoyat qila olmaydi. Alloh kimni hidoyat qilsa, bas o'sha hidoyat topguchidir. U zot kimni yo'ldan ozdirsa, bas ular uchun undan o'zga do'st madadkor topa olmassiz. Fir'avnga 9 ta mo'jiza ko'rsatildi Misrda. Iymon keltirdimi? Yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyni ikkiga bo'lib berdi mushriklarga. Iymon keltirdimi? Ha, yo'q. Ha, Solih alayhisalom tuyani chiqarib berdi, ular aytgan talabi bo'yicha chiqarib berdi tuyani. Iymon keltirdimi? Yo'q. So'yib yeb qo'ydi. Ya Alloh, ko'rib turib aqli yetmasmikin odamlar degiz keladi. Mana odam sutxo'rlikka pul berardi, suv oladi, xor bo'ldi. Ko'rdi, ko'rib turib nariga siqilaveradi yana. Ya Alloh, ko'rma odamlar deysiz. Ichkilikka berilib, xonavayron bo'lib, borib bundan ajrab ko'chada qolganligini ko'rdi. Ko'rib turib yana ichaveradi. Ya Alloh, bu kallasi bormi buni deysiz? Kallasi bor. Ehtimol siznikidan yaxshiroq ishlaydigan kallasi bor. Lekin Alloh nima qilmadi uni? Biram-biram aqlli odamlar bor. Siz urbilganda 100 dan birini hech qachon umringiz oxirigacha bila olmassiz. Sizdan aqli necha chandon baland, lekin masjidga kelmayapti. Iymonga kelmayapti, haromni tark qilmayapti. Nima sabab ekan? Alloh hidoyat qilmoqda. Va laqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Aniqki biz Musa alayhisalomga 9 ochiq oyat mo'jiza ato etdik. Qabul qilishdimi? Qabul qilishmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Badr g'azotida mushriklarni yengdi. Mushriklardan 70 tasi asir tushdi, 70 tasi qatl qilindi. Makkalik mushriklar Madinadagi asirlarni ozod qilishni boshlashdi. Kelib pulini berib olib ketadigan bo'ldi. Shunda Umayyah ibn Halafning o'g'li Safvon ibn Umayya Ka'bani oldida suyanib, Umayr ibn Vahb bilan gaplashib o'tirardi. Ikkalasi ham mushrik, ikkalasi ham Qurayshdan. O'tirishib, kechagi g'azotda, kechagi jangda o'lgan o'zlarini kibor ulug'larni eslashdi. Abu Jahl, Utba, Shayba. So'ngra Umayr ibn Vahb aytdiki, Safvonga qarab turib, agar meni qarzlarim bo'lmaganida dedi. Tashqariga chiqishlikdan to'sib turgan qarzlarim bo'lmaganida, mayda farzandlarim bo'lmaganida, bizni boshimizga shuncha mashaqqat solgan Muhammadni men qatl qilib kelardim dedi. Safvon ibn Umayyaning otasi o'lgan o'sha jangda.
Safvan shunday ushladida, seni qarzlaring meni qarzim dedi. Seni bolalaring meni bolalarim dedi. Borib o'ldirib kel dedi. Turdi, Umayr uyiga borib qilichini zaharladi, yoniga yildi, Madina Munawvaraga keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelganlarida Rasululloh aytdilarki, "Ey Umayr" dedi. "Nimaga kelding?" dedi. "Ey Muhammad, asrlarni ko'rgani keldim" dedi. "To'g'risini ayt menga, nimaga kelding?" dedi. "Qilichni nimaga taqib kelding?" deganida, qilichni bet qursin, Badr kuni bizga foyda bermadi" dedi. Ichidagi sirni aytavermagandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sen Ka'bani ostida Safvon bilan o'tirmadingmi? O'tganlarni eslashmadingmi? Farzandlaringni, qarzlaringni shikoyat qilmadingmi? Safvon hammasini bo'yniga olmadimi? Meni o'ldirishing uchun qilichini zaharlab kelmadingmi?" dedi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh. Bu gapni men Safvon va Allohdan boshqa hech kim eshitmagan dedi. Shu yerda iymon keltirdi. Qani bitta odamga ozgina turtki bo'ldi, ishora bo'ldi, Alloh hidoyatni yozgan ekan, iymon keltirib oldi. Endi tuyani chiqarib bersa so'yib yeb turishibdi odamlar. Shuning uchun tashqarida dindan uzoq yurgan aka-ukalarimizni ko'rib turib, jonimiz achishadi. Yaxshilikni ravo ko'ramiz. Masjidga yurdimiz, halol yurdimiz, haromdan uzoq bo'ldimiz, lekin hidoyat qiluvchi kim? Alloh taolo. Allohumma ya muqallibat qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Rasululloh shunday deb duo qilardilar. Qalblarni burib turuvchi zot, meni qalbimni o'zingning toatingda sobit qilgin. Bu yurishimiz bizni aldab qo'ymasin. Chunki Alloh taolo adashtiraman desa, adashtirib qo'yishiga bir paslik. Keyingi olinadigan xulosa, o'lim sakarotiga yetib kelgan kishining tavbasi qabul bo'lmaydi. Chunki Fir'avn o'lishligi, halok bo'lishligi aniq bo'lgandan keyin nima dedi? Iymon keltirdim dedi. Alloh qabul qildimi? Endimi dedi. Endimi dedi. Alloh aytadi: "Albatta zimmalariga Parvardigorining so'zi, ya'ni azobi haq bo'lgan kishilar kimsalar, garchi ularga barcha oyat mo'jizalar kelsalar-da, to alamli azobni ko'rmagunicha iymon keltirmaydi. Agar Alloh hidoyat yozmagan bo'lsa, hamma mo'jizani ko'rsam iymon keltirmaydi." Endi darsimizning oxirida Fir'avn alayhi la'na nima ishlar qildi? Dunyoga keldi, zolim bo'lib tanildi. Nimaga zolim bo'lib tanildi? Mana qilgan ishlarni bir chekkadan sanab beraman. 13 ta nuqtasini aytamiz. Birinchidan, u Musa alayhisalomni sehriga araladi. Bitta xatosi. Izhab ila fir'avna innahu tagha. Haddidan oshdi. Qala fir'avn va ma robbul alamin. Ha robbul alamin kim bo'pti dedi. Kim bo'pti? Alloh deyapti. Va jahadu wastaqanathum anfusuhum. Jahadu bilgan hollarida payg'ambarga isyon qilishdi. Bilib turibdi payg'ambarning haqligini. Keyingi nuqtalari: ala fil ard, yer yuzida oliylik qildi. Bir toifani xor qildi. Erkaklarni so'yib, ayollarini tirik qilib qo'ydi. Fasod tarqatdi. 9-10-si: ma alimtu lakum min ilahin g'oyri. Mendan boshqa xudo yo'q sizlar uchun dedi. Men aytganim bo'ladi dedi. Men ilohman dedi. Va inni la'zunnuhu minal kazibin. Musa alayhisalomni yolg'onchilardan deb gumon qildi. 11-nuqtasi: va ma ahdikum illa sabilar rashad. Men sizlarga faqat to'g'ri yo'lga tilayman dedi. Ya'ni to'g'ri yo'lni men ko'rsatib beraman. Men ko'rsatgan yo'l to'g'ri dedi. To'g'ri yo'lni kim ko'rsatadi? Alloh ko'rsatadi. Keyingi xatosi: va nada fir'aunu min qawmihi qala ya qawm alaysa li mulku misra va hadhihi al-anharu tajri min tahti. Misr ahlini yig'ib turib, Misr mulki meniki emasmi dedi. Mana bu ostimdan oqayotgan daryo meniki emasmi dedi. Misr mulki meniki deyapti. Mulk meniki deyapti. Mulk kimniki? Bu tagimdan oqayotgan daryo menikimi deyapti. Daryo kimniki? Koinot kimniki? Siz bilan bizning ruhlarimiz kimniki? Qo'limizdagi kuch-quvvat, mol-dunyo kimniki? Meniki dedi. Musa alayhisalomni xor dedi. Va eng oliy aytgan gapi, eng aytgan oxirgi so'zi shu bo'ldiki, faqala ana robbukumul a'la. Men sizlarning eng oliy parvardigoringlarman dedi. Oqibati nima bo'ldi? Tagimdan oqayotgan daryo meniki dedi,
Alloh taolo dengizni ustiga bostirib qo'ydi. Yer yuzida ko'p ummatlar kelib yashab, o'zini davrini tugatib ketdi. Ularning ichida ismi zikr qilinganda roziyallohu anhum, rahmatullohi alayhim deb zikr qilinadiganlari bor va shundaylari borki, Allohga la'nati bo'lsin deb zikr qilinadiganlari bor. Yer yuzida yashab o'tgan zolimlarning eng oliysi, eng ulug'i bu Fir'avn alayhi la'nat bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu qissalarni o'qib, ibratlanib, hayotda Allohdan qo'rqib, o'ziga suyanib, o'zidangina umid qilib yashaydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.